Assalomu alaykum. Bugun absses haqida gaplashamiz. Absses bu nima? Absses bu cheklangan yiringli yallig'lanish o'chog'i. Ya'ni xuddi bir xaltachani ichi to'la yiring bo'ladi. Bu tananing turli qismlarida bo'lishi mumkin. O'pka absessi, jigar absessi va tananing yuzaki qismlarida ham uchrashi mumkin. Belgilari og'riq, shish, issiqlik, qizarish, o'sha tananing yuza qismida joylashgan absesslarda bosib ko'rilganda fluktuatsiya, ya'ni liqillash belgilari kuzatiladi. Poliklinika sharoitida shu yuzaki absesslar ochib davolanish mumkin. Davosi o'sha absessni kesish, yiringni chiqarish va uni doimiy yiringni chiqib turishini ta'minlash uchun drenaj qo'yishdan iborat bo'ladi. Bundan tashqari antiseptiklar bilan birgalikda yuviladi, ya'ni furatsilin, xlorgeksidin bilan kunlik yuvib turish talab etiladi. Bundan tashqari keng spektrli antibiotiklar va og'riq qoldiruvchilar qo'llanadi. Sabab o'sha yiring bo'lishiga sabab bu bakteriya va viruslar bo'ladi. Sabab ularning asosiy keltirib chiqaruvchisi bu stafilokokk va streptokokk bakteriyalari hisoblanadi. Agar uni kechiktiriladigan bo'lsa, o'sha unda to'plangan yiringdagi bakteriyalar butun tanaga tarqab ketishi mumkin va bu sepsis degan og'ir kasallikni keltirib chiqaradi. Yarani bosib turuvchi yoki isituvchi bog'lamlar qo'yish qat'iyan man etiladi. Profilaktikasi uchun teridagi jarohatlarni vaqtida ishlov berish va immunitetni mustahkamlash talab etiladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.